Bo'ldi, ketdi. Uyda o'tirgan holda bemalol xaltamizning tengidan olish kerak. Ketdi. Pumarini Siz boshlaysiz, men davom ettiraman. Hozircha xalqlar do'stligi. haqlar bo'lsin saroyda. Ketdi, davom. Yurmay turyapmanmi? Assalomu alaykum, mana ukajonim. Hozir aka. Yangilayapti. Hop. Здравствуйте, всем салом алейкум. Mana Odilxon ukajonim menga bitta yangilik etdi. Endi Dushanba xalqlar do'stligi saroyida Libboy konserti. Xalqlar do'stligi ticket ilovasidan baraka qilsanglar bo'ladi. Yana arzon chiroyli joylarni birinchi qo'l uydan chiqmasdan bu yog'i bemalol chapga o'ngga cheris karta qilsanglar bo'ladi. Eng muhimi ishonchli gap bo'lishi mumkin emas va biletlarni o'z narxida vaqtidan oldin olsangiz mazza qilib kelib, Xalqlar do'stligi san'at saroyida Million jamoasining konserti bo'lyapti. Xudo xolasa yana Doda konsertlar bo'lar ekan. Mana ilovani sketchat qilib olinglar. Shapaloqlar. Rahmat, o'chiring hurmatli operator.